Bu qiz hozir qayerda? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib olasiz. Siz bu qizni 15 yillar ilgari juda ham yaxshi tanigansiz. Ko'plab yigitlarning muhabbati bo'lgan, qizlar esa go'zalligi va yoqimtoyligiga havas qilgan. Aktrisa va xonandalik orqali mashhurlikka erishgan. Ko'p yillar Malayziyada yashab, model sifatida faoliyat yuritgan. Hozirda O'zbekistonda istiqomat qiladi. Bir nafar farzandi bor. Aziza Xalilova 1991-yil Qozog'istonda tug'ilgan. Millati o'zbek. Otasi harbiy bo'lgani uchun Qozog'istonda xizmat qilayotgan paytda Aziza dunyoga kelgan. U kichkinaligidan qo'shiqlar kuylab ijod qilgan. Vaqt o'tib, ingliz tilini o'rganib, 6,5 IELTS oladi va Malayziyaga o'qishga topshiradi. Universitetga qabul qilinadi. Malayziyaga o'qishga ketadi. Uni reklama roliklariga va kinoga taklif qilishadi. Aziza bu takliflarga rozi bo'ladi va Malayziyada ham ancha taniladi. Bir nechta tillarni mukammal biladi. Hozirda uning Instagram sahifasida 478 ming obunachi bor. Aziza Xalilovaning ijodiga omad tilab qolamiz.